BYD Tank mashinamizni gibridi sotuvimizda. Bu mashinamizda juda ham kam Toshkentda, chunki bu mashinamizning rastamoshkasi xuddi benzinli mashinaga o'xshab qimmat rastamoshka bo'ladi. Lekin bu mashinaning narxi juda ham arzon. Oxirigacha videoni ko'rib tursanglar, narxini aytaman. Bu mashinamizni ko'rayotgan bo'lsangiz, basharlarni diski qora rang qilingan va полностью qora broni plyonka qilgan. Agarda ikkita BYD Tank qora rang tursa, bu undan ancha qoraroq turadi. Bu mashinamizda 4 ta zimniy ballonda hozir turibdi. Biz yana 4 ta letniy ballonni ham qo'shib beramiz. Mashinamizda полностью head-up display, pamyat sideniyalar, katta monitor, ko'rasini aytmasam, bu rang уже chiqmayapti hozir, oq rang bilasizlar. Bu ancha chiroyliroq ko'rinadi. Mashinamizda 7 ta o'rindiqli, orqasi, ya'ni divanni ko'p yosh bolalarga ancha udobli. Orqaga kattaroq yoshli bolalarni chiqarib olgandan keyin bemalol chaqaloqlarni yotqizib bemalol ketishga udobli mashinamizda. Bu mashinamizda hamma xrom detallar полностью black piano qilingan. Mashinamizda 23-yil 9000 probegi bor. Mashinamiz 24-yil lekin Toshkentda sotib olingan. Mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak 38 ming. Shu raqamdagi aloqaga chiqinglar, ustida baraka qilamiz.